Moshinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz demoqchi edim. Bilmaysiz nima ish qilishni? Yo'q, o'sha bilaman. Bilasizmi? Tanidim lekin. Tanidingizmi? Yaxshimisiz? Rahmat, siz yaxshimisiz? Rahmat. Xizmatlar bilan Rahmat. charchamayapsiz. Sizlarni ham tanidim. Hammadan so'rayapsizlar, nima ish qilasizlar deb. Ha. Tanidingizmi? Assalomu alaykum. Qormaylar. Pul baxt topib keladimi? Savolim boshqa. 100%. Nima uchun? Nima uchun? Hamma shunaqa deydi, pul baxt toping. 100%. Qarang, pulingiz bo'lsa hamma narsani qila olasiz. Pulingiz bo'lmasa-chi, hech narsa qila olmay qolasiz. Bitta gap borda. Bu hayotda hamma narsani hal qiladi pul. Kim vazir, kim qirol, kim qul. Esdan chiqarmang. To'g'ri. Yaqinda qo'shig'im chiqadi pul degan. Pul, money. Money, pul degan. Xohlasangiz o'sha qo'shig'ini tashlab ham qo'yamasizlar, oxirida qo'yinglar. Pul degan qo'shiq aytdim. O'sha yerda hammasini aytib qo'yganman. Pul 100% hal qiladi. Eshitdingmi? Bo'pti, pulni kim boshqaradi uyda? Kelayinmi? To'g'risini ayting. Bekitma. Qanday ishni oilada? O'zim boshqaraman, xotinimga ham beraman. Ana. Nimasini? Mani. Gumma perashkalar yeb turadimi? Odamni zo'r boyingiz ham ko'p joy kelgan, bu qotganlar ham yeb turadi, zo'r ham. Aniq-ku, hayot bir tekis ketmaydi-yu. Yoshligiga nima maslahat berasiz? Hozirgi yoshligiga nima maslahat berasiz? Ular meni eshitarmikan? Eshitadi, ne eshitmaydi? Yoshda eshitsa bitta maslahat beraman. Ana motivatorlarning gapini eshitib, mana bunaqa qilish kerak, hayotda mana bunaqa qilish kerak, mana bunaqa uchun mana bunaqa bo'lgan degan gaplarni eshitmada, ichingda nima yuryapti, yuragingdagi gaping nima deyapti? O'shanday qilib zo'r bo'lib ketasan. To'g'ri. Ichingdagi yuraging nima deyapti? O'shanga qara. Ana motivator gap emas, uni xatolarining orqasidan yurasan yugurib. O'zing yuraging nima deb o'shanda esa chotki bo'ladi. To'g'ri. Qimmatbaho nima bor-deysiz o'zingizga yaqin orada? Qimmat. Juda ko'p narsa, lekinchi bu narsani aytishsa birov kim ichidan anaqa bo'lmasin. O'zini pastroq qilgan odam baribir narsalar oladi, narsa qiladi. O'zi narsa qiladi. Olmayman degan narsangizni ham olarasizmi? Olaman. Ba'zan yo'q bo'lsa, men aytaman, misol uchun mamuni oldim deb ko'p maqtanib qo'ymaylik-ku. Lekin hamma ham qanday olib turadi o'zi uchun. To'g'ri, men ham shunaqaman. Shunaqami? Gap qilish emas. Rahmat kattakon.